Assalomu alaykum. Men Davron Zoirov sport va sog'lom turmush tarzi bilan shug'ullanaman. Ijtimoiy tarmoqlarda fitness va to'g'ri ovqatlanish bo'yicha kontentlar yaratib bormoqdaman. Va bugungi mavzuimiz protein haqida bo'ladi. Protein nima va bizga nega kerak? Protein bu organizmimizdagi g'ishtlar. Tasavvur qiling, siz uy qurmoqchisiz. Uy qurish uchun g'isht kerak, to'g'rimi? Xuddi shunday tanamizni ham protein shakllantiradi. Mushaklar, teri, soch, tirnoq va hokazo, suyaklar, bularning hammasi proteinlardan tashkil topgan. To'g'ri, ko'p odamlar protein kukunini ichmagan holda ham yashayapti. Chunki biz proteinni tabiiy ovqatlardan olib kelganmiz shu vaqtgacha. Go'sht, tuxum, sut, dukkakli mahsulotlardan olib kelmoqdamiz. Ammo agar siz mushak o'stirmoqchi bo'lsangiz, hozirda sport bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, odatiy ovqatlardan keladigan proteinlar yetarli bo'lmasligi mumkin va shu uchun ham sizda tanangizda o'zingiz xohlagandek o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin. Protein qo'shimchalari tez va osongina tanamizga so'riladi. Ovqatlardan yetarlicha protein olayotgan bo'lsangiz, kukunli holatida proteinlar ichishingiz shart emas, lekin sport bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, mushaklarning tezroq tiklanishi va o'sishi uchun yordam beradi. Agar siz kam protein iste'mol qilsangiz, mushaklaringiz yimirila boshlaydi. Kun davomida yetarlicha ovqat yeyish qiyin bo'lsa, protein ichish qulay va samarali yechim bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar protein kukunni dori deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri tushuncha. U shunchaki sutsimon mahsulotdan ajratib olingan oqsil bo'lib, u tabiiy ovqat bilan tenglashtirish mumkin. Xulosa chiqaradigan bo'lsak, agar siz hayot kechirayotgan bo'lsangiz, oddiy hayot, sport bilan shug'ullanmaysiz, proteinga ehtiyoj yo'q demak. Agar siz mushak o'stirmoqchi bo'lsangiz, protein tabiiy va ovqat yoki qo'shimcha kukunlar shaklida iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, sport bilan shug'ullanib kelyapsiz, demak, siz protein ichsangiz bo'ladi. Chunki yeydigan ovqatingizdan, qabul qiladigan ovqatlaringizdan buncha o'zingizga, tanangizga kerakli bo'ladigan proteinlar ola olmaysizda, chunki zalga chiqib turgan odamda ikki hissa protein tanqisligi bo'ladi, chunki siz sport zalda har xil kilogrammlarda tosh ko'tarmoqdasiz. Tosh ko'targaningizdan keyin qarabsizki, zaldan so'ng qorningiz och qolib qoladi, uyga borasiz. Uyga borgandan keyin ko'zingizga yaxshi ko'ringan narsani yeyishni boshlaysiz, lekin ulardan siz tabiiy proteinlarni ola olmaysiz. Shuning uchun kukun shaklidagi proteinlarni iste'mol qilishingiz mumkin. Protein tanamizning qurilish materiali bo'lib, uni yetarlicha iste'mol qilish sog'lom va kuchli bo'lishga yordam beradi. Qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga qoldirib ketsangiz, albatta 24 soat ichida javob yozishga harakat qilaman. Rahmat, kanalni kuzatishni davom eting. Bundan da qiziqarli videoroliklar hali oldinda. Biz bilan qoling.